Bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmaslikni tavsiya beramiz aka. Mana sizga o'sha taklif qilinadigan qo'chqorlar Qirg'iziston Bishkekda Edelboy Arashan, ya'ni 200 kilogramga boradigan toza qonli qo'chqorlar aka. Bu qo'chqorlar aka shaxsan mana shu yerda yemlab hamma narsasi bo'lgan ekan. Borki navorotlar, ya'ni ukol, dori, vaksina, lichenalarigacha bo'lgan ekan. Bunaqa imkoniyat yilda bir chiqadi. Sizga tavsiya qilaman. Bugungi video syomkamizni oxirigacha kuzatasiz. Assalomu alaykum Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday yirik qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugun hafta kunimizga inshaalloh yakshanba dam olish kuni. Sanamiz 29-mart 2026-yil. Bugungi video syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onda bo'ladi. Mashaalloh. Mana aka, sizga qulog'i necha? Qulog'i 20 Sardorbek. Mashaalloh, ana son akamizda. Buni bilasiz, buni 2 oylik, 3 oylik variantini ham pochkaga bo'lmaydi dedi. Bu pochka-mochkasi yo'q bizda. Optimiga olishadi, 33 tasini, mana shu qo'y ham ichida ketadi. Bitta bu qo'y emas, bu qo'ydan ichida 10 ta bor. Mashaalloh, mashaalloh. Nomerini ko'rsatib qo'yaylik, qani, bismillah. 2853. Mashaalloh. Xo'p, ana son aka, necha bosh bugunga? Bugunga hozir o'pish 40 bosh chiqadi, bayda 33 ta. 33 ta aka. Xo'p, qo'ydi qarang aka, dumbalariga, razrezlari ham tekis holatda. Xo'p, ana son aka, nima deymiz? Bularni to'g'risi gap, hozir kechagimizda bilamiz, chegaralar bek. Bular Sardorbek bekilishidan 1 kun oldin kirib kelgan. Hammasini masalan piston va quloqida. 1 kun oldin kirib kelgan, boqilyap turgan boyovoy bir mahal 600 gramdan bir kunda 1 kilo 200 gram yemini boyovoy yeb turibdi. Mashaalloh, mashaalloh. Tayyor, yunglariga chop qo'yilgan aka. Vaksinalari ham bo'lgan. Shunda olishadi, xudo xolasa astadil qurvolikka tayyor qilib olib chiqsa bo'ladi. Mashaalloh. Yeb ichariga umuman aka kafolat hojati ham yo'q aka. Mana shu inson dokument bo'laveradi. Nimagaki, mana 2-3 oydan biri tayyor yemlab turgan insonda. Beramiz. Misol uchun bizda yeb ichishdan muammo yo'q, lekin sinashga bir hafta kafolatini beramiz. Yosh oyliklari ham Sardor 10-11 oylik. 10-11 oylik. Hammasi qo'chqor. Bo'ylari 85. Mashaalloh. Uzun da xolasa kelajagi bor qo'zilar. Mashaalloh. Tavsiya qilaman aka, mana yuragida, tubida aka armon bo'lib qolib ketgan aka-ukalarimiz ham bor-da. Nimagaki bu qo'chqorlarda aka boqaman deb dildan, chin dildan razzoraga akalarimiz ko'p edi. Tavsiya qilaman aka. Mana hech narsa qilmaysiz, tayyor osh. Olib borasiz, yeysiz. Ukoli, vaksinasi, lichenasi aka, bitkanasiga, ichki tashqi parazitiga, shamollashiga, qo'yingki barcha narsasiga qilib qo'yilgan aka. Xudo xolasa hali yo'talib qoldi, bunaqasi unaqasi yo'q, o'ylanishmaydi, ertaga telefon qilib yo'talyapti degan, xudo xolasa unaqasi inshaalloh bo'lmaydi degan umiddaman. Qo'ylar yaxshi, ishonsa, alaq bo'lsa bo'laveradi. Narxini qancha deymiz aka bo'ladi? Narxini oldi qo'shisi yo'q. Sardorbek bilasiz, Namangandan Namangancha narx bo'ladi. Bitta narx aytaman ha. Ikkalamiz kelishib olib 6,5 million deb 200 ming tushaman, 100 ming tushaman emas, keng. 5 million 500 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabki meni bo'ynimda bir joyga bo'lsa 30 tasi bor aka. Aka, mana sizga insof sayi 6 million so'mdan 58 dan yoki qo'pol bo'lsa aytaman aka, ortiqcha gap so'z yo'q. Bola deganda 5 million 500 ming so'mdan optim bahosi. Optim bahosi. Hop, qo'raga kelib turib 10 tasini haydab chiqsa ham shu 5 million 500 ming so'mdan. Lekin tanlab olib ichidan oyog'idan tortishadigan bo'lsa, unda boshqa narx bo'ladi Sardorga. Bu realni haqiqatda aytish kerak aka. Kam yog'lig'ini qarang. Bu qo'chqorlar aka o'ziga yarasha xususiyati bir oyda akalar 8 kilogramdan 16 kilogramgacha semirishi. Ikkinchi xususiyati oldin semirib, keyin oldin o'sib, keyin semirishi. Yana bitta xususiyati kam yog' bo'lishi. Dumbasiga qarang, birorta osilgani bormi? Birorta osilgani bo'lsa joyda qolaversa aka dumbasida. Sholpi dumbasi bo'lsa qolaversa aka. Hammasi kam yog'. Men mana shu tomoni bu qo'chqorlarda aka
taslim qilgan meni. To'g'risiga. Men ishqiboz bo'lgan, mana shu tomoniga. Birorta aka ko'p yog'i chiqmaydi. Hammasi kam yog' bo'ladi. Ana son aka savdogarlarga ham tavsiya qilaman. Shunday olib bozorga olib chiqsa, xudo xolasa noni ham bor. inshaalloh. Ana son aka nima deymiz? Dastavkalar qayergacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha qilib beramiz. Tavsiya qilaman aka. Umuman o'yin olishmasin dastlabkidan. Oladigan insonga aka tavsiya qilinadi. Oling, maza qiling. Men to'g'risi gap hozirgi kecha kunduzda Men ham buni taqab, misol uchun bittadan, yarimtadan qilib sochishni bilaman. Optimaga misol uchun menga ham kessa, tez оборот aylansa menga ham yaxshi-da. Olsin, baraka topsin. Payg'ambarimiz ham begarga qo'y boqmaganlar-da, bitta kalla, to'rtta tuyoqda baraka bor. Barakani olsin, baraka topishadi. inshaalloh aka. Bu birinchi partiyalarimiz a? Ha, birinchi partiya. Bundan keyingi o'sha qora varianti chiqadi shuni. endigi partiyalarimiz aka, ikkinchi partiyalarimiz. Mana. Soni nechtani? Soni 7 ta, prosta qora varianti. Ushalarda sherigi bir kunda kelgan, billa turgan, bitta xo'rada turgan qorasi. Quloqda sirg'alari ham bir aka. Ha. Nima deymiz ana son aka? Bu lekin nariklarga nisbatan yirik. Nariklardan tetik. Tetik ekan. Bularni 100 ming ustiga qilamiz demaymiz. Bularni ham narxi 5 million 500 ming so'mdan. Mana shu qoralarni ham qarang. Bo'ylari ichida 80 yo 80 plus. Dumbasi hammasiniki tikka aka, kam yog'lig'i-da mana shu. Mana shu xususiyati aka, любой qassobni ham o'ziga chaqiradi. Men qorasidan boqaman degan obunachilarimizga xudo xolasa mana qora variantidan soni 7 ta. Chapasi yo'q, 5 million 500 ming so'm. Bobbar aka. Videoda oxirigacha ko'rib tursin. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini ham bosib tursin. Eng arzoni faqat Sardar blogerda bo'ladi. Bundan keyin ham yengillari chiqadi xudo xolasa. Bundan ham pul yengillari aka bizni kutyapti. Endi akalar mana, xudo xolasa yangi qo'ramiz ishga tushgan. Yo'lda bo'y qismida akalar. Xudo xolasa bu tomoningiz Andijon, Yozyovondan kelishingizda aka, Guldirob tomondan kelishingizda chap qo'l tarafingizda, bu tomoningiz aka Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan kelishingizda o'ng qo'l tarafingizda mana shu Tepaqo'rg'on Optim qo'y markazi ish faoliyatini boshladi Sardar. Soni nechtani son aka? Soni 20 ta. 20 ta aka. Hozirgi chiqargan partiyalarimizdan ko'ra yengilroq. Soni yengilroq, puli yengilroq. Puli yengilroq variant aka. Bo'yvasti bir xil, yoshi bir xil, oyoq qo'li bir xil. Bu bozorda qo'yi. Bu bozorda qo'yi. Bu realniy. Mana quloqdan qulog'iga qarasanglar, alingda qasi yo'q-da. Lekin bitta in, bitta cho'pon, bitta qo'tondan. E'tibor bering, bu ham yemni yeb turgan. Yemni yegan. Kasalab, tag'aralab, yegan keragicha. Keragicha yegan. Bu ham vaksinasi buniki ham bo'lgan. Buniki ham bo'lgan. Xo'p, nima deymiz ana son aka? Yosh oilaga bo'yvasti narxi. Yosh oilaga 11 oylik. Bo'yi 80 plus. Narxi bir yerga bo'lsa 5 million so'mdan o'zim bilib chiroyli xayrini ham qo'yaraman dastlabki Samarqandgacha. Barakasini bersin aka mana. Dastlabki Samarqandgacha aka 5 million 5 million so'mdan. 5 million so'm. 5 millionni o'zida. 5 millionni o'zida. Tanlab olsin. Tanlab olsin 10 tagacha, yarmini olsin 5 million so'mdan. Barakasini bersin. Mana o'g'il bolaga aka. Dastlabkamiz o'sha Samarqandgacha besplatni holada o'sha olgan pulingiz ichida yetib boradi aka. Ichida pichimasi, axtasi, sog'lig'i, kasali, nogironi, yana nimadir aybi nuqsoni bori qoladi. 7 ishtisi akamizning bo'ynida. 10 kungacha kafolati bor. Bo'ktirib, sindirib, o'ltirib qo'ysangiz o'zingizni bo'yningizga. Bo'ldi, 10 kun kafolati bor. Yeb ichida xolos sinovini beramiz. Telefon qilishga shoshilavering. Bu 3-partiyamiz. 3-partiyamiz. Yana qo'rani ham ko'rsatib qo'ying. Puli yengil qo'zi, 4 oylik, 3 oylik qo'zilar ham bor. Ular ham chiqadi videoga. 4-partiya Sardar soni 9 ta. Bularni ham bo'yi 80 plus. Ana son aka bugungi chiqarayotgan qo'ylarimizdan to'g'risini ayting. Ichim chiqyapti. Meniki ham. Oyoq qo'li uzun, boqishga tayyor. Boqsang faqat plyusga yuradi, minusga xudo xolasa yurmaydi. Lekin men yurmaydi deyapman, bersang yurmaydi-da, bermasang tashlab qo'ysang orqaga liboy narsa qaytadi. Odam ham qaytib ketadi.
Ana son aka yosh o'ylik qanaqa bo'ladi? 10 oylik. Bo'yvaslar necha chiqadi? 80 plus. Hammasi qo'chqada? Hammasi qo'shqa. Narxi qanchadan? Narx 4 million 800 ming so'mdan. Shunchasiga tortishmaydi. Shunchasiga tortishmaydi. Bunga tortishaman. O'tasiz. Tortishidan qilib aytganda O'tasiz. O'tmasangiz aytib yo'q. Aka, mard bo'l. Bo'ldi, mard bo'lib o'zim hayrini qilib beraman. Chiroyli qilib o'tib beraman. Telefon qilsin. Telefon qilib aloqaga chiqib olasiz aka. 4 million 800 ming so'mdan chiroyli qilib o'tib beraman. Lekin mana aytyapman, ajratadigan qo'yma. Lekin men ham bitta gapni aytib ketaman-da, 2 oylik, 3 oylik barrani ham 4,5, 47, 5 million ham sotyapti-da. Bu 3 oylik qo'zi emas-da, 10 oylik qo'zi, Sardor. Buni bilgan bildi, bilmagan o'zi bildi. Aka, bizdan tavsiya, sizdan amal deyilgan. Tavsiya qilamiz. Oladigan aka-ukalarimiz, realni oladigan aka-ukalarimiz telefon qiling. Mashaalloh, mashaalloh. Mana qo'chqor aka. Qulog'i necha ana son aka? 20 ta qulog'i, Sardor. Voh, 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 voh. Ana aka, bundan ikkita emas, xudo xolasa, nechta soni? Soni 10 ta. 10 ta aka. 10 ta jamoa aka mana. Rasa 9 ta qo'chqa, bitta irg'achisi bor. Voh. Bitta irg'achi. Bitta irg'achi. Ha, shuncha qo'chqarga bitta irg'achisi bor. Ana shu sovliq. Mana shu irg'achi. Irg'achi ham aka o'zi 10 ta qo'chqarga damini beradigan irg'achisidan qo'shib qo'ydim bitta. Mashalloh. Yosh oyliklari qanaqa? 5 oylik yosh oyligi. 5 oylik. Rasa bir kishini qo'ygan, lekin ha. Bir kishi xohlasa 2 kishi bo'lib olsin. Lekin uni tavsiya qilmayman. Bir kishi olsin, maza qilib boqib yuradi. Nima deymiz? Bo'yi ham aka 75 sred, 70 plus bo'yi. 70 plus olsin, qolgani bonus. Bonusini ham bir ko'raylik. Ag'i ham bonus tutqanman. Ag'ini ham 4,5 deyman. 4 million so'mdan bir yerga bo'lsa, dastlabki Samarqandgacha bo'lsa, 4 million so'mdan o'zim bil hayrini qilib beraman. Barakasini bersa aka. Halol. 4 milliondan talla oladi, dastlabkiga o'zlari yordam berishadi. Misol uchun Samarqanddan telefon qilib 4 millionga jo'natib ber desa, 200 ming pulga men dastlabki bermayman-da. Dastlabkini qilib olishadi, bitta olsa ham talla olishsin 4 millionga. Talla olasa aka. Xudo xolasa bu 5-partiyamiz a. Bu 5-chisi. 6-chisiga qora variant chiqadi. Mashaalloh. 8 partiya qo'yamiz. Ay bo'lsa qo'yganga nima yeysiz, Sardor? Har bir narsani boshi bo'lganda albatta oxiri ham bo'ladi mana. Yo'q, oxiri emas, yana bir partiya bor, Sardor. Yana bor. Yana bor. Yana bor akalar. Mashaalloh. Videoda oxirigacha ko'rsin. Haqiqiy shu hamma partiyani bir kishidan oladigan 8 ta odamga 8 partiya qilib chiqarib qo'yganman, Sardor. Soni 14 ta. 7-partiyani. 4 ta sovliq, 10 ta qo'chqa. Mashaalloh. Yosh oyligi qanaqa? Yosh oylik 4,5 oylik. 4 ta sovliq, 10 ta qo'chqa. soni 14 ta. 4,5 oylik. O, mana bu kashtallarda qarang, kashtallarda mashaalloh. Sardor, ko'rdingmi uni? Voy. Junni olsang ham archib chiqadi-mi, qara. Pishgan qo'yta aka, mana shu qo'zi pishgan, ana son aka. Bular inasini emib, bo'ldi, menga endi bermanglar, men sutga to'ydim deb ajragan variantidan. Mashaalloh. Mana aka, o'zi quyosh ko'rganda qo'zi. Qo'zi quyosh ko'rmaguncha xafa bo'lmang. Pishmaydi. Qachonki qo'zi quyosh ko'radi, keyin pishadi. Narx qancha? Narxini 3 million 800 ming so'mdan dastlabki Samarqandgacha buni ham chiroyli qilib hayri. Barakasini bersin. 3 million 800 mingdan. Mashaalloh. Mana. O'rtasidan bo'lib olsa ham o'sha narxda ketaveradi. Ya tallab olsin. Tallab olsa 3 million 800 ming so'mdan dastlabki ham o'zi qilib oladi. Barakasini aka, mana bekorga mana shu yozilmaydi ana. Optim qo'ylari markazi aka. Tavsiya qilinadi aka. Optim narxida tanlab oling. 4 million 800 ming so'm emas, 3 million 800 ming. Ha, 3 million 800 ming. Faqat 4 tepasidan narx eshitdim. Miya ham 4 tepasiga moslashib. Ha, 3 million 800 ming so'm. Tavsiya qilamiz aka-ukalar. Oling, o'ylanaverib zerimadingizmi aka? Oling. Narx arzon, pishgan Hoji aka, olavering, men siz uchun olib kelib qo'ydim degan variantda, Sardor.
Bu yerda ham qo'y tugaydimi deydigan ko'kalarimiz uchun aka mana bu qo'y tugash emas. Bu partiyamizni yakunlanishi. Ha bu so'nggi partiyamiz Sardor. So'nggi partiyamiz aka. Soni nechta? Soni 13 ta. Hammasi qo'chqor. 10 ta sovliq, 3 ta qo'chqor. Voh, mashaalloh. Mana urg'ochilar aka. Qo'y qilaman, chorva qilaman deydigan ko'kalarimizga tavsiya qilinadi aka. Xo'p, nima deymiz? Yosh oyligi qanaqa son aka? Yosh oylik 4 oylik. Oxirigacha kuzatgan ko'kalarimiz uchun bonus bormi? Bonus o'zi hammasini o'zi narxi bilan bonus ichida bo'lyapti-yu. To'g'rimi? Bomba bonusi. Bomba bonus bo'ladi. Bomba bonus bo'ladi. Narxini o'zimni mo'jjandan ham 300 ming so'm arzon qo'yaman mana shu qo'ydi. Qancha? Sen nech pul qo'yadi o'ylaysan? 3,5 ni. 3,5 ming qo'yaman. 300 ming arzon deyapsiz-ku. 3 million 800 mingdan qo'ymoqchi edim. 300 ming so'mdan arzon, 3 million 500 ming so'mdan dastlabki meni bo'ynimda. Har bitta qo'yda 200 ming so'mdan Samarqandga jo'nat desa, 200 ming so'mdan beraman. Ag'i ham bor. 3 million 500 ming so'mdan baraka. O'ylayapman. 3 million 500 ming so'mdan aka mana. Xudoyim barakasini bersin, lekin точно mo'ljalga urganimga qo'yadi. Men ham qo'y tushunar ekan. Mana demak. Senmi? Sen tushunasan, jo'ra. 3 million 500 ming so'mdan kim olsa baraka topsin. Barakasini bersa aka. Tavsiya qilamiz. Shoshiling akalar. Xudo xolasa bu so'nggi partiyamiz. To'lig'ini olsa qancha? O'tib berasiz. Sog'lig'ini olsin 3 million 300 ming so'mdan. Qo'chqorini olsin. Vodiy bo'ylab dastlabki besplatni. Qo'chqorni olsin 3 million 600 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab besplatni. Barakasini bersin. Tavsiya qilamiz aka. Shoshiling.